Assalomu alaykum. Pinablog O'zbekiston kanali obunachilari, do'stlar, 2026-yil 23-yanvar holatida Pinablogdan qurilgan uyimiz qorda ham turibdi. Pinablogdan qurilgan uyimiz qorda ham zo'r holatda turibdi. Yomg'irda ham ko'rsatgan edik. Ko'cha -10 gradus, ichkari +23-24 gradus. Отопление ishlab turibdi. -10 gradus ko'cha bo'lgan vaqtda ichkari 23-24 gradusda turibdi, do'stlar. Zo'r holatda ko'rishingiz mumkin. Sifatli pinabloklarni yetkazib beryapmiz. Xitoy hind parashoylarini yetkazib beryapmiz. Adresimiz Qashqadaryo Muborak tumanida. 13 joyda yuklab berilyapti pinabloklar. Mana arqa tomon lak qilgan joyimiz zo'r turibdi. Mana yomg'irda ham zo'r turdi, qorda ham mana. Qorda qalinligini ko'rishingiz mumkin. Bir qarshi bo'lib ketgan bu tomonlar. Lak qilgan joyimiz 1 gram yorilgani yo'q. Zo'r holatda turibdi. Kelib ko'rib olaverasizlar. Adresimiz Qashqadaryo Muborak tumanida. Adresimiz Qashqadaryo Muborak tumanida. Pinabloklarimizni kelib ko'rib olaverasizlar. Mana bu yerda mana Xitoy hind parashoylarimiz ham bor. Xitoy parashoylarimiz 1 million joydagi narxi, Hindiston parashoylari 1 million 200 ming so'm joydagi narxi. Zo'r holatda turibdi. Ayvonning ichi ertalab +5 edi, ertalabdan beri darvoza ochiq. Hozir soat 9 atrofi bo'lsa, soat 7:30 da darvoza ochilgan, darvoza yopilgani yo'q. Mana o'sha ayvonning ichi ham 0 gradusga tushib ketyapti. Ko'cha -10. Xullas ko'rishingiz mumkin. Pinablokdan qurilgan uyimiz zo'r holatda turibdi. Mana bu tomonda hozir eshikni ochib pinabloklarni bitta uzoqdan ko'rsatib yuboraman. Pinabloklar hammasi qorda taydi. Mana shu tomonda qorda taydi pinabloklar. Ko'cha tomonda ham bor. Zapas pinabloklarimiz, ko'l bloklarimiz qurgani yo'q hozirgi kunda. 1-2 kundan havola ochilib, qorda ersa, kelib ko'rib olib ketaverasizlar. Uyni ko'rasizlar, remontlarni ko'rasizlar. Hech qattiq umuman qilinmaydi. Bu ma'lumotni ham to'g'risini berib ketay, ko'pchilik negativ bildiryapti. Pinablok deb aytamiz, asli gipsablok. Tarkibi gips, sement, suv, pena, boshqa hech narsa yo'q tarkibida. Endi kelgan odamga olaman, qish olaman deb kelgan odamga yana ham yaxshilab tushuntirib qo'yamiz. Mana yuklarni ko'taryapti. Gipsablokni ham mahsulotidan ekonom qilmasa, juda zo'r sifatli g'ishga aylanadi. Shuning uchun qo'rqmasdan kelib ko'rib olib ketaverasizlar. Like'ni bosamiz. Kanalda yangi bo'lsanglar, obuna tugmachasini bosib qo'yamiz.